Assalomu alaykum. Quyoshli xonadon dasturi bo'yicha kartamizga pul tushirib olamiz. Bu noyabr oyi uchun eng pastdan pastga tushamiz. Quyoshli xonadon kartaga pul o'tkazish bosamiz. Limit 5 million so'm. 5 million kiritamiz. Pul o'tkazish, tasdiqlash 35 ming xizmat haqqi. Tasdiqlab olamiz. Bir. Keyin ikkinchi martasiga ham yana kartaga pul o'tkazish bosamiz. Tasdiqlash. Bo'ldi. 50 kilovatlik quyoshli paneldan noyabr oyi uchun 6 million 247 ming so'm pul tushirildi.